Doktor, sochni aslida o'zi necha kunda yuvish kerak? Men har kuni yuvaman-da, chunki sochim tez yog'lanib ketadi. Men sizga hozir yechimini aytib beraman. Teringizni, sochingizni tez yog'lanib ketish sababi bu o't tufagingizdagi va ichagingizdagi o'zgarishlarga bog'liq. Bu siz yeyotgan ovqatlaringizga bog'liqlik joyi bor. Yog'li ovqatlar va qovurilgan ovqatlar, shirinliklar ko'p yegan paytingizda sochingiz tez yog'lanishga boshlaydi va ozgina ichingiz qochishga moyillik bo'ladi. Shuni hisobiga siz har kuni yuvasiz. O'zi aslida qanday bo'ladi? Kun ora yoki 3 kunda bir marotaba soch shampun bilan yuviladi. Shampunni qancha ko'p yuvadigan bo'lsangiz, sochcha demak asl o'zini yaltiroqlik va demak o'sishiga xalaqit qiladi. Ko'pincha yangi yuvilgan sochni ko'rsangiz quruq va xashakka o'xshab turadi. Aslida yangi yuvilgan soch unaqa bo'lishi kerak emas. Yaltiroq va sizga bo'ysunuvchan bo'lishi kerak, xashakka o'xshab turishi kerak emas. Shuning uchun shampunda sulfat bo'lishi kerak emas. Shampun oladigan joyingizga kirsangiz, besulfatli shampun deydi. Qimmatroq bo'ladi. Nimani hisobiga? Arzon shampunlarda sulfat birikmasi bo'ladi. Uni miqdori yuqori bo'ladi. Shuni hisobiga sizni sochingizni xashakka o'xshatib qo'yadi. Besulfatli shampun oladigan bo'lsangiz, sochingizni xashakka o'xshatmasdan taraganingizda sizga quloq soladigan va uzoq muddat sizni boshingiz yog'liqlanmaydi. Xulosa qilib aytganda, sochni 2 kunda, 3 kunda bir marotaba yuvasiz. Sulfatsiz shampun ishlatishga harakat qiling va ratsioningizga ahamiyat bering. Yog'liq qancha ko'p yesangiz, organizmingizdan yog' shuncha ko'p chiqadi. Teringiz ham yog'liqligi ko'payib ketib qoladi va sochingiz ham yog'liqligi tez bilinadi. Bu videoni tanishlarga albatta yuborib qo'ying. Ular ham bilishsin, sochni necha kunda yuvish va to'g'ri yuvish qanaqa bo'lishini. Foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'ying albatta.